yuvilsa toza narsa, hidi yo'q, приятный. Mashina haydayman, iloji yo'q, komfort uchun qatqadir borishim kerak. Lekin 55-60 yoshli odamlarni ko'rib qolaman-da gohida-da. O'shaning uchun ham yoshlikda ko'rib olgan ham yaxshi ekanda, hamma narsani mana bu jinniliklarni qilib bo'lish kerak ekan. Qizlar bilan yurishni ham yig'ishtirib qo'yish kerak. Yig'ishtirar ekansiz yoshsiz o'tganda. Erta ko'rsangiz juda qiziq bo'lmay qolar ekan. Bu dunyoni tashlab, bu dunyoning matohlari sizga ne interesi bo'lib qolar ekan. Lekin ana yoshlikda ko'rmasdan turib bir 45-50 da berib qoladi-ku, voy bu onangni sizga cholvachchalar bosar-usarini bilmay qolar ekan jalabi, dalboyiblar. Hovli qilib bir joyda anaqa katta ishlar qildik-da, manzilni ayta olmayman, bilib qolasizlar. Xullas, ulug' joylarni qurib o'tdik. O'sha yerda bitta odam bor edi, yoshi ulug', 65-70 yoshlarda-da. Haligi hayotida endi ko'p narsani ko'rmaganda endi qimmatbaho mashinalar haydamagan, tushunmayman ularni ham. Hali 65-70 yosh ko'zidagi energiya bor, hayotga bo'lgan zavqi, hayotga bo'lgan qiziqishi, mana bu zo'r qizlar, massaj bo'lsa qarshi emas. Anaqa narsalarga qarshi emas-da, mana qimmat soatlarga qarshi emas. Brend krossovkalarni kiyishga bir $500, $1000 qarshi emas, вообще qarshi emas-da. Sayohatlarga borishga qarshi emas, вообще двойной. Da, ko'rmaganda, qiziq hali bu o'zi yosh, bitta oyoq qabrda ajala. Miyani ham yarimi o'zi ikkita gapira olmaydigan holatda. Lekin hali bu dunyoni matohlariga, taqinchoqlari-yu, o'yinchoqlariga hali to'ymaganda ko'zida hali energiyada. Men 39-40 ga kirganman. O'sha payt endi 1-2 yil oldin o'tgan voqea. Nechungi radioda 3 ta emchalik qiz kelsa ham qiziq emas. Kimdir shu tizga $1 million tashlab qo'ydim desa ham qanaqadir. Lading tashlab qo'ysin, nimaga tashlab qo'ygansiz? Deydigan holatdaman-da. Anaqami? Oldi berdi bormi yoki bo'ldi, rahmat deydigan holatda-da o'sha. Ular men ko'rib qolaman-da. Bor, shunaqa insonlar siz ham taniysizlar-ku. 70 ga 50 ga kirganda bitta oyoq qabrda faqat yaxshiliklar qilish kerak. Bu dunyoning matohlarini unutib faqat oxiratni o'ylash kerak. Lekin ular ham hech bir qurbonlikka qo'yam so'ymaydi, onangni emmagur. Qarindoshiga o'zi puli ko'p. Bironta qarindoshiga bermaydi, qo'shnisiga ham bermaydi. Shu yig'averadi, yostig'i tegigan dollarlarni qo'yib uxlaydi, hidlaydi. Mana shu dunyo ichiga kirib qolganda dunyoda men aytaman, bilaydi. Kim to'g'ri yashayapti o'zi deyman gohida. Bumi to'g'ri deyman, men to'g'rimi o'zimcha. Shunaqalar bor ekan. Endi u ham yomon degani emas. Endi u demak, u shunaqa. Bu degani mana 8 milliard inson yer yuzida degani bu 8 milliard xohish, 8 milliard dunyo qarash, 8 milliard fikr. Balki ular hayoti davomida o'sha assalomu alaykum shef. Uzr, mashina o'zgardi shunga. Tinchmisiz? Joy bormi bizga? Platniy joy bo'lsa ham tiqib bering. Abid yelik birga aka, xatami. Biz sho'timizdan shashlik yesinlar. Yo'q joydan joy qilib beradilar har doim menga. Qaysinga? Bo'ldi, men olib qo'ying xatami. Ikkitasidan shashlik yeb olasiz, shef. Rahmat, boringizga shukr. Xo'p. Balki o'sha insonlar hayotida, yoshligida pul bo'lmaganda, misol uchun, keyin Xudo pul bergan, baraka bergan, o'shani saqlab qolay deb o'sha psixologik travma hovliqib vohma bilan yashaydi balki. O'zim fikrlar bo'linib ketdi, men bu yerda nima bo'lib ketdi. Sumkam bor, avvalo keyin tirab qo'yaman. Xo'p. Ko'rinar ko'rinmas deyapti. iPhone bering bitta please. Nima? PSY Nazima qiz bo'lamisiz? Mana Nazimaxon. Singil jonim. Скорее всего, singil jonim.
Mana qarangda, bu dunyoda tekinga mushuk oftobga chiqmayapti. Nima qilamiz? Sizga telefonni bersak, bitta sotib olsak hozir, konkursdan tashqari. Sizga bersak, imkoniyat bor. Lekin nimani evaziga? Qiziqdi menga. Mayli, men uchun hayotimda bir mayli, endi hayot gapirmaylik. Nima bo'ladi unaqasiga? Mana sizga telefonni bersak, Nazimaxon, siz u telefonda nimalar qilasiz? O'z ehtiyojingizga ishlatasiz. Bizga nima interes bundan? Bizga nima foyda? Siz duo qilsangiz, sizdan ham kuchli onaxonlar duo qilgan bizni. Siz duoyingiz bir chekada qolib ketsa kerak balki. Nima qilishingiz mumkin yana? Ovqat qilib berasizmi? Shirin qo'llaringiz restoranlar ham bor, misol uchun-da. Nima taklif qilasiz? O'zingizni taklif qilishingiz mumkin, aytishingiz mumkin. Mana Aziz aka yoki-da mana evaziga men bo'lmaymanmi? Yo'q, bo'lmaysiz. Chunki hozir konkurensiya sizlarda ham juda katta. Qizlarda ham konkurensiya juda katta. 25, 26, 27 yoshlarda o'sha qizlarga ham konkurentlik katta bo'lyapti. Chunki yosh hali haligi yarachaqa bo'lmagan, hali urilmagan, hali bir bor-ku, mashinani tanlab oladi bozordan, chizilmagan, laminatsiya, hamma yoq cho'tki, ya'ni ozgina dog'chasi bor, ko'rinmas. O'shunaqalar bilan konkurensiya bo'layotgan bo'lsangiz, undan ham unaqa ko'p. Nima siz evaziga bera olasiz? Kitob o'qib berasizmi? Yo, raqsga tushib beray desangiz, videolarni olib chiqqan dahshat raqsga tushadigan qizlarim bor, tanishlar. Ular aniq sizdan yaxshi o'ynaydi. Nima qilasiz? Nima? Baribir siz aytishingiz mumkin, men sizni butun umr eslayman, butun umr unutmayman yaxshi. Yo'q, biz ularni ham ko'rganmiz, unutib olasiz. Esdan chiqib ketadi. U aniq, u ma'lumot, aniq. 1-2 kun mo'sh rahmat aytarsiz. 3-4-kun o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib iPhone ni storiesga qo'yib, atrofingizdagilarni ham umrini yeysiz keyin. Mana men iPhone 17 oldim, padariga la'natla, men ham odam bo'lib ketdim deb storiesdan o'sha ba'zi umrda yeysiz. Rasmga tushganda ham telefonni oldi tomoni ko'rinsin deb mana shunaqasiga rasmga tushasiz. Ro'ziviy, savuz rang tomoni bilan. Yo, nima qilasiz? Unda bir anaqa qilasizmi? iPhone'da bir yaxshiliklar qilasizmi? Shuni bilishimiz kerak. Biz sabab nima qilasiz? Siz uni bilishimiz kerak biz. O'shanda haqiqatdan ham endi ana kulfatingiz bo'lsa, ishkalingiz bo'lsa, bir muammoingiz bo'lsa, lekin internetda bemalol o'tirmasdingiz. Demak, muammoingiz ham yo'q. Sizga prosta iPhone 17 kerak.